Xo'p, mana qaranglar, 2000 so'mlik programma, mana modal fillar mavzusi deganday. Bu 2000 so'mlik programma sal kuchi ko'proq bo'ladi, 2 barobar. Xo'p, qaranglar, mana ajraladigan, ajralmaydigan qo'shimchalar, hamma ajraladigan. Xo'p, qo'shimchalar bilan bog'liq mana modal fillar. Hamma tilda ham o'zining modal fili bor ekan, o'ylab qarasak. Main tag degan mavzudagi so'zlar, agar duch kelsangizlar, tarjimasini bilmasangizlar, bemalol shug'ullanishlaringiz mumkin bo'ladi. Xo'p, mana birinchi lug'atni ko'ramiz. Bunday tanishish kerak, albatta. Bu sal boshqacharoq, tushunarliroq bo'ladi deb o'ylayman. Xo'p, qaysi mana? Hop, tushunarliroq bo'lishi uchun o'zingizga yoqqan anavini qilinglar. Masalan, men qora qilaman, mana modal fillarni ko'rib o'rganib olishlaringiz mumkin bo'ladi pastda. Mana bu yerda esa main tag mavzusidagi lug'atlar chiqib kelgan. Afsuski, men mana buni xo'p, mana bu nimani chiqara olmadim. Modal fillarni nimasini bilmadim. Qanday kod yozish kerak tushunmayman, lekin balki bu yoqqa chiqarish uchun qanaqa kamchilik bo'ldi. Xo'p, lekin nima bo'lganda ham buni o'rganish yo'li bor. Xo'p. Buni o'rganish yo'li bor. Bu ham chiqmadi, faqat main tag chiqdi-da. Birinchi ajraladigan mana fe'llar deylik. Testni boshlashga kiramiz. Mana bilmaysiz ajraladigan fe'llarni. Nima qilamiz? Masalan, turmoq men bilaman, aufstehen deyiladi. Endi meni bilishim bo'yicha. Sizlar bilmasliklaringiz mumkin. Xo'p. Qolganlarini bilish uchun mana to'g'ri javoblarni ko'rsatish. Bunday to'g'ri javobni ko'rsatsak, hech kim sizlarga ayb sanamaydi. Xo'p, mana ko'rib olinglar, mana xarid qilmoq einkaufen, aytib bermoq aufsagen deganday yodlab olasizlar. Keyin uni javoblarni olib tashlash qilib, keyin o'sha ko'z xotiralari bilan ko'z eslab qolganlaring bilan bemalol yozib bilib olishlaringiz mumkin. Mana natijalarni pastdan ko'rib olasizlar. O'zi 8 ta ekan. Ajraladigani faqat bu. Xo'p, ajralmaydigani qanday? Ajralmaydiganini belgilasak ko'payib ketadi. Mana 16 ta bo'ladi. 16 ta bo'lib ketadi. Xo'p. Agar yana ham buni qo'shadigan bo'lsak, ham ajraladigan, ham ajralmaydigan yana ko'payib ketadi. Mana 21 ta bo'lib ketdi. Xo'p, xuddi shunday savollarni bu yerdan ham belgilab, masalan, juda ko'p qilib tashlash mumkin, mana 50 ta. Xo'p, lekin sizlarga baribir tartibli ishlagan yaxshiroq. Mana modal fe'llar masalasida ham xuddi shunaqa narsa. Mana modal fe'llarda ham mana shuncha savol bo'lib ketar ekan. 60 ta to'g'rilab, masalan, ich bilan qanaqa keladi? Ich sollen bo'lsa, ich soll bo'ladi-da. To'g'rimi? Mana. Yoki ihr können bo'lsa, ihr könnt bo'lishi kerak. Xo'p, nemischa nimani qo'yib olaylik. Xo'p. Yo'q. Bunaqa emas. Shuni qilay qani? Ich könnt. To'g'ri, mana bilimlaringizga qarab belgilab olasizlar. Xo'p, yana davom etamiz. Bularni o'chiramiz. Xo'p, main tag masalasida ham xuddi shunaqa narsa. Mana main tag. Hamma so'zlar, elementar so'zlar mana yodlab olib, nima qilsangiz bo'ladi. 60 ta so'z ekan. Yo'q, 67 ta ekan. Xo'p. Xo'p, mana ko'ryapsizlar, sal so'z boyligi ko'p. Mana endi battle terminalga o'tamiz. Hammasini o'zini battle terminaldan o'qisa bo'ladi. Xo'p, battle terminalda mana aytyapti. Birinchi savol. 36 ta savolda. Xo'p, xato topishimiz kerak. Mana xatoni toping degan. Ihr dürfen heute arbeiten. Mana shu dürft bo'lamni deyman-da. Dürft. Bitta aytgancha bitta narsani tanishtiray sizlarga imkoniyatda. Xo'p. Xo'p, mana script empty boldga qo'ydim. Menga shu yoqadi, sal qo'lda yozganday. Xo'p, mana qaranglar. Xo'p, birinchi menga yoqadigan anavisi umlautli knopkalar. Yozishda mana nemischaga qo'yib yotamiz-ku. Inglizchada qo'yib ham. Nemischa umlautlilarni ishlatish mumkin. Masalan, da shunaqa so'zlar bor. Ö, U, C
hammasi bor mana ko'ryapsizlar. Imkoniyatlari berib qo'yibdi. Undan boshqa ham yana masalan bironta so'z yozadigan bo'lsangiz, endi mana bu enterga bosish shart emas. Endi mana klaviaturadan enter bossa ham o'tib ketaveradi. Xo'p, yana endi davom etamiz. Mana to'g'ri javob toping. Ir dürfen. Ir dürft bo'ladi deb o'ylayman. Xo'p, mana sal qulaylashadi endi mana dürft to'g'ri javob mana. Xuddi shunday mana wir dürft. Heute arbeiten. Men buni dürfen bo'ladi deb o'ylayman. O'zi bilan keladi. Oldin dürfen edi-ku. Mana dürfen. To'g'ri javob. Agar men mana xato javobni atayin yozaylik yoki mana kirillchalab yozaylik. Mana lotincha yozing deydi. Xo'p, xato javobni yozamiz masalan. Javob bermay o'tiraveradi. Xuddi sizni tinglamayotganday. Mana shunday imkoniyatlari bor. Mana ko'rib olinglar, ancha nima bo'lgan. Lekin bitta muammosi bor. Mana muammo mana ajraladigan, ajralmaydigan fe'llar masalasida. Bu biroz sizni nima qilishi mumkin. Xo'p. Men balki bilmaganim uchunmi aytib bermoq erzagitmidi? Erzagen. Uzra. Erzagen. Xo'p, to'g'ri javoblarga qarab olib, yodlab, yaxshilab mana bunday nima qilib olishlaringiz mumkin bo'ladi. Xo'p. Lug'atga chiqarib bera olmagani uchun mana bu qilasizlar-da. Testdan yodlab olasizlar. Mayli, sog' bo'lingizlar. Xo'p, mana kontaktlar ko'rib olishingiz mumkin. Yaqinroq qilamiz bo'lmasa. Aloqaga chiqib, mendan sotib olishlaringiz mumkin 2000 lik programmani. Xo'p, mayli, sog' bo'lingizlar. Hurmatli tomoshabinlar, mana dasturimizni sotib olishga harakat qiling. O'zingizda qoladi baribir. Baribir bugun sotganim bilan erta sota olmasligim mumkin. Ishlar ko'payadi, boshqa ishga o'tib ketishim mumkin. Chet elga ketishim mumkin. Va bunday ishlar bilan shug'ullanishga keyin meni vaqtim bo'lmaydi. Shuning uchun hozirroq harakat qilib qoling. Ham kanalni mana like bosing. Tarqating, do'stlaringizga ko'rsating, aloqaga chiqinglar. Xo'p, mana sotyapman. Mana 2000 so'mlik dastur, mana ko'ryapsizlar kuchini, sal anchagina kuchaygan. Xo'p, sog' bo'linglar.